Matbuot anjumanida Eronning O'zbekistondagi elchixonasi muvaqqat vakili Husayn Parvarish Isroil va AQShning Eron yadroviy inshootlariga zarba berishida xalqaro tashkilotlar, xususan MAGATEni aybladi. Bu tashkilotlar faqatgina sukut saqlash bilan kifoyalanganda edi, balki vaziyat u darajaga yetmagan bo'lardi. Ammo ular faqat sukut saqlamadi, balki buning aksini qildi. Yana bir bor aytaman, AQSh va Isroilning muammosi Eronning yadroviy inshootlari emas, balki bir necha 10 yillar davomida Eron Islom Respublikasi qo'llanilgan keskin xalqaro sanksiyalarga qaramasdan turli sohalarda ilm-fan, sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa turli yo'nalishlarda katta yutuqlarga erishgani ularni hech tinch qo'ymayapti. Ularning asosiy maqsadi Eronning yadroviy dasturi emas, uning mana shu yutuqlarga erishayotgani. AQSh prezidenti nafaqat xalqaro huquq normalari va Eron Islom Respublikasiga, balki hatto Tramp uchun ovoz bergan Amerika xalqining o'ziga ham xiyonat qildi. Esingizda bo'lsa, Tramp saylovlar paytida asosan tinchlik o'rnatish g'oyalari bilan saylovchilar ovozini o'ziga jalb qilgan edi. Ya'ni saylovchilar u tinchlik keltiradi deb ishonib, unga ovoz bergan edi. Biroq u prezidentlikka kirishiboq tinchlik o'rnatishga emas, yangi urush o'choqlarini ochishga harakat qildi.